juda qattiq zilzila bo'lar ekan. Bilmadim, ana Richter shkalasi deydi. 15 balmi, 50 balmi bilmadim. Nechiga edi? O'shanda shu darajada qattiq zilzila silkitirar ekanki, yer ichidagi ma'danlar, tillolar, kumushlar, marvaridlar, gavharlar hammasi to'da uyum yotar ekan. O'shanda farishtalar insoniyatga ko'rsatishar ekan. Mana shu tillolarni deb, shu gavharlarni deb, shu metallarni deb aka-ukalik, opa-singillik aloqasini uzganmidilaring? Shu tillolarni deb, kumushlarni deb, shu arzimagan narsalar deb akangdan, ukangdan kechganmidilaring? Opangdan, singlingdan kechganmidilaring?